Mana assalomu alaykum hamma obunachilarimga. Sog' salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun bizlar ziyoratgohga keldik, Al-Buxoriyga. Mana uzoqdan nasib etsa inshaalloh ichlariga kirib, aylanib ko'rib chiqamiz, Xudo xohlasa. Men bu yoqdan kirib borsa bo'lar ekanda. Men bu yoqdan ketamiz. Yur bas, oldidan kiramiz. Men bu yerdan yurdim. Do'stlarimiz bilan bugun aylangani keldik. Nasib etsa, yaxshi ziyoratga qilib, Xudo xohlasa aylanib ketamiz bugun inshaalloh. Mana kirib kelyapmiz. Mana tekshiruvlardan o'tamiz. Boshimizga ro'molimizni o'rab olishni so'radi. Mana boshimizga ro'molimizni o'rab tashlab olamiz. Albatta kirayotganda tekshiruvlardan o'tib, hamma o'zini ko'nglini xotirjam qilib, mana kirib boryapmiz. O'zimizning hamma viloyatlarimizdan ham odamlar bor. Mana ko'ryapsiz. Kimdir Qashqadaryodan kelgan, kimdir Surxondaryodan kelgan, yana kimdir Vodiydan, hamma joydan ziyoratga kelishgan. Bularning orasida turistlar ham bor. Turistlar ham ko'rinyapti. O'zga yurtning odamlar ham qiziqib shu joyga tashrif berib, tomoshaga kelishyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana yetib kelyapmiz, oz qoldi. Mana juda ham chiroyli. Oldiga kelgan sayingiz chiroyi juda ham zo'r ko'rinadi. Mana bu yerni remont ketyapti ekan. Mana hali suv yo'q ekan, lekin bu albatta o'tgan safar kelganimizda Fanta o'tadigan suvli joy edi. Remont qilyapti ekan. Hali mana remont ishlari bitmagan. Nasib etsa bu safar kelganimizcha albatta suvlari ham chiqsa, suvlari ham Fantalari ham o'tsa kerak inshaalloh nasib etsa. Mana turistlar ham mana turistlarga tushuntirib beryapti qanaqaligini. Bu tomondan kirish joyi, bu yerdan kirgizib bo'lmaydi. Mana kirib bo'lmaydi bu yer yopiq turibdi. Bu tomondan kirib ko'rishdi. Qani ko'ramiz. Bu tomondan kirsa bo'lar. Mana ichkari kirish joylari. Kirish joylaridan asta-asta kirib boryapmiz. Juda ham chiroyli. O'ziga yarasha o'zining bahaybat nimasi bor, odamga bosadi, chiroyi juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz. Bismillah deb kirib oldik. Mana Xudoga shukr, alhamdulillah. Hammamizga shu yerlarga kelishlari, ziyorat qilishlari nasib etsin. Mana aziz obunachilarim, endi meni kuzatayotgan azizlarim, hammalaringizga inshaalloh nasib bo'lsa mana shu yerlarga kelish barchamizga nasib etsin. Sizlarga ham nasib etib, shu yerlarni ziyorat qilish hammamizga inshaalloh nasib etsin. Mana bu tomonlarga hamma joyda aylantirib ko'rsataman.
Bu tomonlarga kirish mumkin emas. Mana yopib qo'yibdi, lentalar tortib qo'yibdi. Mana yana bir darvozasi. Kirish joyi. Mana bu yerda chinorlar, o'tlar. Juda ham odam ko'p. Hamma ziyoratgohga kelgan. Mana juda ham chiroyli joylar. Kechqurun kelsangiz, kechqurun bundan-da chiroyli, bundan-da hamma joy yarki svetlar bilan juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana suvlari, sharsharalari. Juda ham zo'r. Mana bu tomoniga o'tamiz. Qani bu tomonlari. Bu tomonlarga ham kirish mumkin emas. Lekin albatta chetdan, tashqarisidan tomosha qilib bahra olishingiz mumkin, azizlarim. Reda bo'lsa, ham hamma tushadi. Buxoriy, Darumiy, Vohiliy degan birga yashab o'tgan. Albatta bo'ladi. Hozir kelganimizda birdan gapirganda mana tushuntirib beryapti. Qachon, qay paytlar yashab o'tganliklarini. Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Xudo xolasa mana Surxondaryodan kelyapsizlar. Yozyapsizmi? Imom Buxoriyning bu majmuasi Prezidentimiz Shavkat Miromonovning shaxsan o'zini g'oyalari bilan eskidan qurilgan kichik imoratlar o'rniga barchasi yangidan qurildi. Mana ko'ryapsizlar qanday bir mahobatli. Hozir masjid tomonni ko'rdinglarmi? Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida masjidlarimiz tashkil etilgan. Demak, Imom Buxoriyni eskidan kelganlar bilishadi, eski davrdan mana bu chinorlar qo'ygan. Bu chinorlar ham mana tushuntirib beryapti hammasini. Qachon milodiy 810 yilda Buxoroda tavaffuq bo'ldi. Qarang, otalari erta vafot etdi. Onalarining tarbiyalarida qoldi. 2 yoshga yetganlarida noxasdan Al-Buxoriyning ko'zlariga shikast yetib, ko'zlari xasta bo'lib, ko'ra olmay ojiz bo'lib qoladi. 2 yoshda yetgan shunda. Ikkita ko'zi ham ko'ra olmay ojiz bo'lib qoladi. Qarang, hadis bor. Onalarning duolari mustajabdir. Onalarning oyoqlari ostida jannatdir. Imom Buxoriyning onasi 5 vaqt namozni tinmasdan yosh go'dagining farzandlariga duo qilarlarki, ey Parvardigor, shu farzandimni ko'zlariga shifo bergin. Bir kuni bobomiz endi 4 yoshga yetganlarida onalari
joy namozi ustida haqlariga duo qilib charchaganlaridan joy namozi ustida to'markanlar, uyiga ketadi. Va Ibrohim alayhissalom tushlaridan kirib, ey volida, sening qilgan duolaring Allohga yetib bordi. O'g'ling Muhammadning ko'zlariga Alloh shifo berdi, nur berdi dedi. O'shanda bobomiz 4 yoshda bo'ladi. Qarang, payg'ambar alayhissalomlar, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki boshqa alayhissalom payg'ambarlarimiz kimnidir tushlariga kirsa, yaqin orada o'zini haqiqiy o'zini ko'rgan bo'ladi. Demak, payg'ambar alayhissalomlarni ko'rgan inson, ya'ni payg'ambar alayhissalomning qiyofasiga shayton kira olmas ekan. Imom Buxoriyning 4 yoshida ko'zlari ochildilar. Alloh bu kishiga shunchalik kuchli hofiza berdilarki, bu qo'yi hofizasi qarang. 9 yoshgacha qori bo'ldilar, hofiz qiron bo'ldilar. Imom Buxoriy 9 yoshida Qur'onni to'liq yod oldilar. Hadis nima degani? Hadis payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning aytgan so'zlari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplari va nasihatlari butun islom dunyosi uchun, musulmonlar uchun bu hadis, sharif hadis deyiladi. Imom Buxoriy 11 yoshida 70 mingdan ortiq hadisni yodlagan. 70 mingdan ortiq hadisni yodlaganlarida Al-Buxoriyni bobomizni xotiralariga, qo'y hofizalariga aylanib o'tib kelingizlar, eshitamiz. Imom Buxoriyni 11 yoshida 70 mingdan ortiq hadisni yodlaganlarida ustozlari Buxorodagi va butun Xorasondagi ustozlari tushiga mana shitib Imom al-Buxoriyning hayotini so'zlab beryapti. Bilmaganlar eshityapti, bilganlar ham ko'ryapti, qaytadan eshityapti. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana bu yerda Imom al-Buxoriyning qabrlari joylashgan. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Babamizning qabrlari mana shu yerda joylashgan. Mana bu yerda esa rassomlar rasmlarini chizib ko'rgazmalarga kelishmoqda. Xohlaganlar o'zlarini ham rasmlarini chizishi mumkin. Bu yerda faqat hozircha al-Buxoriyning tasvirlab chizib bermoqda. Mana bunaqa rassomlar judayam. Mana hammasi rasmni tushirib, rasmini chizish bilan mana bo'ldi, ichkarini polni aylanib chiqdik. Endi esa boshqa yerga, shaharga, Registonlargami aylanish niyatimiz bor. Nasib bo'lsa, agar Registonlarga ham borsak, sizga videolar orqali ulashaman, ko'rsatib o'tib ketaman. Mana inshaalloh hozir ketyapmiz, yana kelishlar nasib etsin, Xudo xohlasa. Hammani shu yerlarga taklif qilib qolaman. Iloji boricha o'zga yurt, o'zga mamlakat deymiz, lekin o'zimizda ham shunaqangi chiroyli joylar, shunaqangi bahra ochar joylar bor. Kelsangiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz, bunga albatta ishonch hosil qilasiz. Hozir ham juda ham zo'r, juda ham chiroyli. Ko'rsangiz mazza qilasiz. Aziz obunachilarim, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar. Hozircha xayr.